Qisqachabaqa. Siz mening kanalimdasiz, xush kelibsiz va men Sulviya. Siz bilan biz 22 dekabrdan 28 dekabrgacha bo'lgan общий tendensiyani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, общая energetika, asosiy energetika va ogohlantirish kartadan maslahat. Qisqachabaqa burchdagilari, siz judayam o'zingizni juda yaxshi his qilar ekansiz. Pul jihatdan ayniqsa. Siz o'zingizni eng yaxshi davringizni o'tkazasiz. Sizga keyingi hafta ham puldan ham boshqa bir ishlardan ham faqat unumli foydalanishni maslahat beradi. Sizda hamma imkoniyat bor. Siz o'zingizni qirolichaday his qilasiz va sizni kambag'al inson deb bo'lmaydi. Siz juda boy, o'zingizga to'q, o'zingizni samatsenkangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yuqori, bir ajoyib qirolicha sifatida o'zingizni his qilasiz. Agar yigitlar qarayotgan bo'lsa, demak siz qirolsiz. Va bundan tashqari sizga karta nima deyishi mumkin? Unumli foydalaning faqat va bo'lishing, o'zingizni pozitivniy energiyangiz bilan bemalol bo'lishing. Xo'sh, sizga ogohlantirish. Nimadir sizga qanaqadir taklif keladi. Taklif sizdan ancha yosh bo'lgan insondan balki bo'lishi mumkin. Iltimos, bu taklifga e'tiborli bo'ling, qo'ldan boy bermang, balki bu sizga romantika tarzda bo'lishi mumkin. Romantika taklifni agar qo'ldan boy bersangiz, maslahat kartasi ko'rsatyaptiki, keyin xafa bo'lib o'tirasiz. Xafa bo'lmaslik uchun nima qilish kerak? Vaqtdan unumli foydalanish kerak va qirolicha bo'lib o'sha svidaniyaga borish kerak. Xo'sh, qisqachabaqa burchlari, men izohda o'zimni YouTube kanalimni qoldiraman sizlarga. Iltimos, YouTube kanalimga ham o'tib obuna bo'ling, meni podдержка qiling. Пока-пока.